Nomer dahshat va bir dona kommentariyaga bir sonini yozib qoldirasiz. Mana shu $100 sizga shundoq beraveramiz. Nima uchun bir sonini yozib qoldirasiz? Chunki mashinaning ishqibozlari tayyor bo'lib turasizlar. Bu mashina bir qo'l haydalgan. Hozircha O'zbekistonda bunaqa holatdagisi bemalol ayta olmayman. Sotiladigani bir dona. Sotiladigani bor. 10 mingga ham bor, 12 mingga ham bor, 15 mingga ham bor, lekin bunaqa holatdagisi aniq yo'q, akalar. S-Class 220 mashinasi. 2005-yil ishlab chiqarilgan. Holatini qaranglar, prosta mashinani superligini, заводской pnevmalarda, o'zini diskalarida, kraskalari 100% toza. Xohlagan ustingizga borib bemalol tekshirib tursangiz bo'ladi. Bir qo'l haydalgan va 255 ming kilometr yurgan. Salonning o'zini holatini qarang, qanaqa turishini mashinani. Mashinaga ani maksimal darajada mehr berib haydashgan. Endi taxmin qilib ko'ringlar, bu mashinani kim haydagan deydi-ku, bir dona qo'l haydalgan nomman mashina. Holatini bor, holatini. Mana shu bagajni ochgandan keyin o'z bittada chuvib olsangiz ham bo'ladi. Ham turishini qarang, bagajni shunaqa timnoq bo'lib turibdi mashina. Pnevmalari ideal ishlayapti. Hech qanaqa mashinaning umuman ishi yo'q. Hamma rasxodniklari o'z vaqtida almashgan. 3,5 litrli atmosferniy motorda turibdi. Benzin ham tanlamaydi. Mana shu orqasini ochsangiz bor, mashinani o'zi tushunganlar, o'zi bilganlar biladi, o'zi tushunmaganlar videoni o'zi o'tkazib yuborishdi. Tushunsangiz, shundan o'zingizdan fikringizni kommentariyada yozib qoldirasiz. Voy, o'rnasini emsa, buni holati prosta okalar super. Xo'p, mashinaning narxiga kelamiz. Mashinaning narxi $17,500. Sunnatiga yana ozgina o'tib beriladi. Pastda telefon nomeri qoldiraman. Qidirib yurganlar ko'p bilaman. Bemalol telefon qilib mashinani baraka qilsangiz bo'ladi. Mana shu apornilari ham bor, ularga yo'shi maza qilyapman. Pastda telefon nomeri qoldirdim. Kimga nasib qilsa ham bor, bu mashinani prosta maza qilib minishadi.